Assalomu alaykum. Bugungi amaliy tadqiqotimizning mavzusi statik elektrlanishni o'rganish. Ushbu tadqiqotda statik elektr zaryadlarini hosil qilish va ularni aniqlash uchun tajriba o'tkazasiz. Elektrostatika xossalarini musbat va manfiy zaryadlar misolida tushuntirasiz. Kerakli jihozlar. Birinchi topshiriq uchun ikkita plastik tayoqcha, ikkita akril tayoqcha, jun mato bo'lagi, soat oynasi yoki aylanadigan jism. Ikkinchi topshiriq uchun kerakli jihozlar: tuz, qalam qirindilari, jun mato bo'lagi, qog'oz varag'i, shar. Uchinchi topshiriq uchun ikkita shar, ip, mato bo'lagi, purkagichli suv idish kerak bo'ladi. Ushbu amaliy mashg'ulotni bajarishda xavfsizlik choralariga amal qiling. Ishni bajarish tartibi. Birinchi topshiriq. Ushbu topshiriqda siz zaryadlangan tayoqchalar orasidagi o'zaro ta'sirni tadqiq qilasiz. Plastik tayoqchani jun matoga ishqalang va uni soat shishasining ustida erkin aylana oladigan qilib muvozanatga keltiring. Akril tayoqchani boshqa mato bo'lagiga ishqalang va plastik tayoqchani yaqiniga keltiring. Qanday hodisa yuz berishini kuzating. Masalan, plastik tayoqcha harakatga keldimi? Agar shunday bo'lsa, qaysi yo'nalishda harakatlandi? Kuzatishlar natijalarini qayd etib boring. Yuqoridagi ishlarni barcha tayoqchalar kombinatsiyalari uchun takrorlang. Ishni bajarish tartibi. Ikkinchi topshiriq. Ushbu topshiriqda siz zaryadlangan shar orqali tuz va qalam qirindalarini bir-biridan ajratasiz. Biroz tuz va qalam qirindalarini oq qog'ozga seping va ularni bir-biriga aralashtiring. Sharni boshingizga ishqalash orqali zaryadlang. Sharni tuz va qalam qirindalari ustida harakatlantiring. Kuzatishlaringiz natijasini yozib oling.
bu tajribadan nimani kuzatdingiz? İşni bajarish tartibi. 3-topshiriq. Ushbu topshiriqda ikkita shar zarratlanganda nima bo'lishini o'rganasiz. Ikkita sharni puflab eshiring va ularning og'zini ip bilan bog'lab qo'ying. Iplarning ikkalasini sharlar bir-biriga yonma-yon turishiga imkon beradigan qilib bir qo'lingizda tutib turing. Nimani kuzatdingiz? Sharlar harakatlandimi? Agar shunday bo'lsa, qanday yo'nalishda? Kuzatishlaringiz natijalarini yozib oling. Ikkala sharni mato bo'lagi bilan ishqalang va erkin osib qo'ying. Kuzatishlaringiz natijalarini yozib oling. Har bir shar ustidan ozgina suv puflang. Kuzatishlaringiz natijalarini yozib oling. Amaliy mashg'ulotlar yuzasidan quyidagicha xulosalarga kelamiz. Ibonat tayoqchani yoki plastik tayoqchani jun matoga ishqalasak, ibonat tayoqcha manfiy zaryadlanadi, jun mato musbat zaryadlanadi. Shisha tayoqcha yoki akrilik tayoqchani shoyi matoga ishqalasak, shisha tayoqcha musbat zaryadlanadi, shoyi mato esa manfiy zaryadlanadi. Musbat zaryadlangan jismlar o'zaro itarishadi. Manfiy zaryadlangan jismlar ham o'zaro itarishadi. Musbat va manfiy zaryadlangan jismlar o'zaro tortishadi. Ushbu amaliy tadqiqot haqida fikringiz qanday? Javobni izohlarda yozib qoldiring.